Ayting, deydi Alloh taolo Qur'onda. Muhammad alayhissalom ayting, agar ota-onalar, farzandlaringlar, aka-ukalaringlar, juftlaringlar, kasb qilib topgan mol dunyoinglar, kasod bo'lib qolishdan qo'rqayotgan tijoratinglar, o'zingizlar yaxshi ko'radigan uy-joylaringlar, ya'ni insonga yaqin bo'lgan hamma narsada, ota-ona, xotin, bola, chaqa, tijorat, uy, insonga yaqin bo'lgan inson ulardan ajralishni xohlamaydigan narsalar. Allohdan va uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda Allohning amrini kutib turaveringlar. Insonlarning ustlariga musibatlar, balolar, sinovlar, mashaqqatlar qachon keladi? Allohning manhajidan chiqib ketganda. Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum deydi Alloh. Ey, sizlar shukr keltirib iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nima uchun azoblasin deydi. Ma asobakum min musibat dedi ikkinchi oyatda. Nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi deydi Alloh.